Meni qiynamang, ma'mur aka. Javobimni bering. Nuriya ortidan quchgan erini bag'ridan chiqdi-yu, kiyim javonini ochdi. Sizni qo'yib yuborish uchun uylanmadim. Hech qachon ajrashmayman. Men esa sizni farzandsiz o'tishingizni xohlamayman. Hamma ayb menda. Siz esa ota bo'la olasiz. Faqat meni qo'yib yuborsangizgina. Nuriya, bo'ldi qiling. Ma'mur ayolini qayta bag'riga bosdi. Hozir emas. Siz yo'q payti ketaman unda. Siz mensiz baxtli bo'lasiz. Juda yaxshi insonsiz. Mendek qiz sizga munosib emas. Ketish og'ir bo'lsa ham, azoplansam ham ketaman. Operatsiyaga shuncha pul ketkazib nima qilasiz? To'g'ri qilibsiz, Jasur aka. Ana, kelinoyingiz bor. Erini o'zi davolatib oladi. Sog'ayib ketish imkoni bor. Ammo operatsiya puli qimmat. Pulim bor-ku, lekin sarflagim yo'q. Vijdonim ham qiynalyapti, onasi. Qiynalmasin. Shu pulni o'zimizga ishlatamiz. Tasodifan o'g'li va kelinini suhbatini eshitib qolgan Saida opa chidab tura olmadi. Eshikni taqillatib o'g'lini chaqirdi. "Iye, ona, keling." Eshikni ochgan Jasurni qorachiqlari o'ynab, ko'zlarini olib qochdi. "Qanaqa uka bo'lding sen? Qanaqa uka? Gaplaringizni tasodifan guvoh bo'ldim. Uyat emasmi? Puling bo'la turib, akangni davolatmasliging. Axir oyoqqa turib ish boshlashingga Jamshid yordam bergan vaqtida shu qilayotgan daromad akang tufayli. Kelin sizchi? Siz nega bunaqa ko'rnamaklik qilyapsiz? Mulla akangizni sizlarga qancha yordami tekkan? Eringizga yordam bering deyish o'rniga yo'ldan qaytaryapsiz. Mayli, shu pullaringiz o'zingizda qola qolsin. O'zimiz davolatib olamiz. Sizdek mehrsiz insonlarga kunimiz qolmasin. Essiz, a? Saida opa ko'zida yosh ila gapirdi-yu ketdi. O'z farzandini akasiga mehrsiz ekanidan ko'ngli og'ridi. Jasurni yo'ldan urayotgan ayolidir. Lekin xotinini gapiga kirmasligi ham mumkin edi-ku. Shunaqa deng. Xo'p, rahmat sizga. Jamshid telefonni Nurjahonga tutqazdi. Necha kundirki qizlari sabab Nurjahon va farzandlari Jamshidning yonida. Nurjahon ich-ichidan azoblansa ham farzandlari ko'ngli o'ksimasligi uchun erini yonida yurgandi. Jamshid esa Zulayho telefon qilgach, Zinnura va Parvezni qidirishga kirishdi. Nurjahondan telefon qilib berishni so'radi. Nurjahon ham bir-ikki yo'q dedi-yu, oxiri ko'ngli bo'lmay Jamshid aytgan insonlarga qo'ng'iroq qilib berdi. Demak, ular shahardagi mehribonlik uyida. Bechora bolalar. Kattalarni nafs yo'lida sarson. Nurjahon telefonini oldi-yu, endi ketayotgandi. Jamshid to'xtatdi. Men xato qildim. Endi shu xatolarimni to'g'irlamoqchiman. Ularni u yerda qoldirmayman. Yana yordaming kerak. Mehribonlik uyida faqatgina nikohli oilalarga farzand berishadi. Ikkimiz olishimiz mumkin. Bu sen uchun og'ir, bilaman. Ammo ularni tashlab qo'ya olmayman. Ha, tashlab qo'ymang. Mehribonsiz. Mehribon ota bo'lishingiz kerak. Siz mendan so'rab nima qilasiz? Xiyonatni ham menga aytmay, so'ramay qildingiz. Endi bolangizni olib kelishni mendan so'rab nima qilasiz? Baribir rozi bo'laman-ku. Chunki menda qalb yo'q. Men temirman, temir. Nurjahon, bo'ldi, shartmas. Boshqa hech qanday gap eshitishni xohlamayman. Nima desangiz ham roziman. Farzandlarim uchun shu yerdaman. Siz ham ularga mehr berib, otaligingizni qilsangiz bo'ldi. Boshqa hech nima kerakmas. Nurjahon chiqib ketgach, Jamshid jahl bilan hassa tayog'ini otib yubordi. O'zing pishirgan osh. Aylanib ham, o'rgilib ham o'zing ichasan. Senga yoqdimi, qizim? Ha, yoqdi. Zinnura jilmaydi. Bugun sizlarni uyimizga olib ketamiz. Endi ayrilmasdan birga yashaymiz. Nasiba va eri Zinnura rozi bo'lgach,
hujjatlarini tayyorlagandi va hammasi hal bo'lib bugun olib ketishadi. Opa, ketamizmi? Ha, ketamiz. Dadamiz keladi degandingiz-ku? Ular kelmaydi, bo'ldi Parvez. Bizni ota-onamiz bor endi. Bu gaplarni eshitsa xafa bo'lishadi. Zinnura xuddi katta insonlardek ukasiga gap uqtirardi. Parvez ham tasdiq ma'nosida boshini silkib qo'yardi. Tushlikka yaqin Zinnura va Parvez mehribonlik uyidagi do'stlari bilan xayrlashishdi. Xayrlashdi-yu, Nasibani qo'lidan tutib tashqariga chiqishdi. Aniq shu mehribonlik uyimikan? Jamshid Nurjahonning yordamida ichkariga kirar ekan shunday dedi. Bilmadim. Aytilgan manzilga olib kelyapman sizni. Jamshid va Nurjahon ichkariga kirar ekan, Zinnuralar chiqardi va qarshisidan kelayotgan Jamshidni ko'rgan Zinnura birdan to'xtadi. Jamshid dada! Nuriya hammasidan kechib ketdi kelinlik uydan. Qishloqqa bormadi. Kursdosh dugonasining uyiga bordi. U yerda ham tura olmay toza havo olishga ko'chaga chiqdi. Aylanib yurar ekan, ko'zi tanish chehraga tushib, joyida qotib qoldi. Hali hafta bo'lmagandi kelinlik uydan ketganiga. Erini boshqa qiz bilan ko'rib, kimdir ustiga muzdek suv ag'dargandek muzlab ketdi. Dir-dir titrardi. Ular bilan Nuriya orasida 20 qadamcha masofa qolgandi. Nuriya qancha payt turganini bilmaydi. Oxiri yerga yiqildi. Nuriya! Ma'mur ham ko'rgandi ayolini. Yoniga o'qdagi otilib yugurgancha keldi. Jamshid dada! Zinnura yurishni ham, yurmaslikni ham bilmay turib qoldi. Jamshid ham Zinnuraning ovozini eshitdi-yu to'xtadi. Nurjahon esa 2 yil avval ko'rgan qizchani eslab qolgandi. Kundoshini qizini uyiga olib kelgan kun Zinnuraga zimdan qarab, nogoh o'zini qizlari bilan solishtirgandi. Bilmaydi nega. Balki qizlaridek erini shu mitti qizchadan qizg'angandir. To'g'ri kelibmiz. Bolalaringiz shu yerda ekan. Nurjahon Zinnuraga hissiz nigohlar bilan qaradi. Jamshid dada! Oxiri Zinnura Jamshidning yoniga yugurib keldi-yu quchoqlab oldi. Jamshid Zinnurani ko'rmasa ham Nurjahonning gaplarini eshitib, yerga o'tirdi-yu quchdi. Kelishingizni bilardim, sezgandim. Nasiba va eri hayron bo'lgancha ularga qarab turardi. Ko'zlarini xohlab-xohlamay ochgan Nuriya qayerda ekanligini anglay olmay atrofga qaradi. Ma'mur Nuriyani qo'lidan tutib o'tirardi. Nuriya, nihoyat o'zingizga keldingiz. Ma'mur ayolini ko'zini ochganini ko'rib jilmaydi. Qayerdaman? Siz nega bu yerdasiz? Axir uchrashuvingiz bor edi. Boshqa tarafga qarab oldi Nuriya. Uchrashuvni qo'ya turing. Undan ham muhim gapim bor. Hoy Arascha, menga qaramasangiz aytmayman yangilikni. Aslida men ranjishim kerak sizdan. Bir og'iz aytmasdan ketib yuboribsiz. Izlamagan joyim qolmadi. Mayli, bularni keyin gaplashamiz. Muhim yangiligimni ayta qolay. Yaqinda ota bo'lar ekanman. Nima? O'rnidan sapchib turdi Nuriya. Nimalar deyapsiz? Ota bo'laman deysizmi? Kim? Kim ekan onasi? Kutmagandim. Kutmagandim xiyonat qilishingizni. Nuriyani darrov ko'zlari yoshlandi. Onasi kim? Anavimi? Uchrashib o'tirgan qizingizmi onasi? Tinchlaning avval. O'zingizni bosib oling. Kuldi ma'mur. Qanday tinchlanaman, qanday? Xiyonatkorsiz. Yana indamay kulishini-chi? Keting. Ko'zimga ko'rinmang, keting. Yuzingizni ham ko'rishni xohlamayman. Tentakcham, onasi sizsiz. Ma'mur Nuriyani o'ziga tortdi-yu bag'riga bosdi. Farzandimni onasiga esa hozir asabiylashish mumkin emas. Nuriya erini gaplarini tinglar ekan, bir zum anglolmadi. Va soniyalar ichida anglar ekan, yuziga ko'z yoshlari dumaladi. Bu quvonch ko'z yoshlari. Men homiladormanmi? Ha. Biz farzandli bo'lamiz. Sizga siqilish mumkin emas ekan. Men ona bo'laman. Men ona bo'laman. Men ham ota bo'lyapman.
Shuni ham unutmang, onajonisi. Ma'mur ayolini bag'ridan chiqarib, ko'z yoshlarini artdi. Shukr, ming shukr. Sizni otalik, meni onalik baxti bilan siylayotgan Allohimga ming shukr. Endi biroz yotib dam oling. Kechga yaqin ketamiz. Nuriyani avaylab yotqizdi ma'mur. Yo'q, men tinchlana olmayman. Nega? Siz boshqasi bilan edingiz. Nuriya, onam majburlagani uchun u qiz bilan uchrashdim va qaytib uchrashmayman ham. Xotirjam bo'lavering. Ishoning, men faqat sizni sevaman. Onam ham yangilikni eshitib, qiz topishni ham to'xtatadi. Mana ko'rasiz. Ma'mur Nuriyani tinchlantirib xotirjam qildi-yu, o'zi dorixonaga ketdi. Shifokor yozib bergan dorilarni olib kelish uchun. Demak, sizlar asrab oldingiz farzandlarimni. Kechikibman-da. Jamshid Nasiba va eri bilan gaplashib olish uchun mehribonlik uyiga qaytib kirdi. Aka, bizning ham farzandimiz yo'q. Keling, shu bolalar bizda qola qolsin. Baribir ham ikkinchi oilangizdan ekan. Kelinoyim buni qabul qila olmasalar kerak. Nasibani eri umid bilan Jamshidga qaradi. To'g'ri, ayollar buni qabul qila olmaydi. Qabul qilsa ham ich-ichidan azoblanadi. Nasiba nariroqda bolalarga qarab o'tirgan Nurjahonga qaradi. Ayolingiz oqila, yaxshi ayolga o'xshayapti. Balki qabul qilar bolalarni. Ammo bu bolalarga har ko'zi tushganda qalbi og'riydi. Ayollik hissi bilan aytayapman bu gaplarni. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l Zinnura va Parvez bizda qola qolsin. Bizning uy ham bola kulgusiga to'lsin. Ularga o'z farzandimizdek mehribon ona bo'laman. Turmush o'rtog'im ham ularga mehribon ota bo'ladi. Siz ham ularni sog'ingan paytingiz ko'rgani kelib turasiz. Nasibani Zinnura va Parvezga shunchalar mehri tushgandiki, hozir shu daqiqada ulardan ayrilsa, buni hazm qilish qiyin. Shuning uchun Jamshidga vaziyatni jon kuydirib tushuntirardi. Men o'ylab olishim kerak. Sizlarga ishonishim uchun esa meni ishontiring. Bolalarni ishonchli insonlarga topshirayotganimga ishonch hosil qilsamgina, ularni sizga beraman. Bu ayol to'g'ri aytayapti. Nurjahonni shuncha qiynaganim yetar. Ammo bu oilani ham yaxshi oila ekanligiga ishonch hosil qilishim kerak. Jamshid dada, bizni olib ketgan keldingizmi? Ha qizim, sizlarni olib ketgani keldim. Biz boshqa ota-ona topganimizdan xafamisiz? Nasiboyim juda yaxshi ekanlar. Parvez ham, men ham ular bilan ketishni xohlaymiz. Bundan xafa bo'lmaysizmi? Yo'q qizim, xafa bo'lmayman. Zinnurani fikrini bilgan Jamshid mamnun jilmaydi. Bolalar ham shu oilaga mehr qo'yib ulguribdi. Mayli, asrab ola qolsin. Shunday bo'lsa hammaga yaxshi. U oilaga ham, sabrli Nurjahonimga ham. Bizni ko'rgani borib turasizmi? Ha, imkon topdi degunimcha boraman ko'rgani. Ayol sabr matonat sohibalari. Ba'zi bir hayotga yengil qaraydigan ayollarni hisobga olmasak, ayollarimizni sabriga, irodasiga tan bermasdan ilojimiz yo'q. Bunday ayollarimiz qadrlanishga, sevilishga, baxtli bo'lishga munosibdir. Nurjahon ham aytib o'tgan sabr matonatli ayollar safidadir. Erining xiyonatini kuchli irodasi bilan qabul qildi. Yengilmadi, sinmadi, kurashdi. Alal oqibat yomonlar jazosini oldi. Jamshidni ko'zi ojiz bo'lib qolgan va yonida qolgan Nurjahon unga bor mehrini berib, g'amxo'rlik qilmasa ham uni yonida, uni tashlab ketmadi. Ammo hali hanuz Nurjahon azoblanmoqda. Axir kim ham kundoshini bolasini qabul qiladi. Nurjahon esa shu bolalarni qabul qilishga da tayyor. Farzandlari baxti evaziga o'zi azoblansa ham bolalarni qabul qilishga tayyor. Bolalarni asrab olishlariga rozi bo'ldim. Yo'lda ketishar ekan, o'rtadagi jimlikni Jamshid buzdi. Seningcha yaxshi oilamikan? Men ularni ko'ra olmayman, bilasan. Insonni yuziga qarab qandayligini bila olmaymiz. Mana ko'rdik, yaxshi deb yurgan insonlarimizning xiyonatini. Shunday ekan bilmayman. Yuzidan yaxshi insonlardek. Nurjahon, bo'ldi-da endi.
Ha deb xiyonatni aytaverishing nimasi endi? Men emas, qalbim gapiryapti bu gaplarni. Chunki u azoblangan. Undangina bunaqa gaplar chiqadi. Mayli, ichingdagilarni aytib ol. Zora yengil tortsang. Ha, bugun operatsiya soyi. Qaynonam, qaynotam, qaynim pul to'plabdi. Nima bo'lsa ham tuzalib kesin-da. Farzandlari baxtiga, sening baxtingga. Mening baxtimga bo'lmay qo'ya qolsin. Qizim, nega bunaqa bo'lib qolding? Asabiysan. Bilaman, boshingdan o'tganlarni hazm qilish, unutish qiyin. Lekin kechirimli ham bo'lishimiz kerak, jon bolam. Xiyonat qilib xotinini qadrini bilmay tashlab ketganlar qancha? Xiyonat qilib jazosini olsa-yu, qilmishlarini, xatolarni anglab yetmagan qancha? Atrofimizda bunaqa kimsalar ko'p, ammo ering xatosini angladi, tushundi. Endi navbat senga. Uni kechirib, hayotingizni yangidan boshlang. Sen shunaqa qo'rs qo'pol bo'laversang, eringni ko'ngli sendan soviydi bora-bora. Shunday ekan qizim, o'ylab ish qilgin. O'zing aqllisan-ku. Xo'p oyijon, dedi-yu, yuziga munchoqdek ko'z yoshlari dumaladi. Telefonni o'chirgan Nurjahon derazadan atrofga qarar ekan, onasining gaplarini o'yladi. Dadajon, doktorlar nima qildi sizga? Operatsiyadan chiqqan Jamshidning yoniga qizlari keldi-yu, ko'zlaridagi bintni ko'rib hayron so'rashdi. O'zi Nurjahon bu vaqtda qizlarni shifoxonaga olib kelmoqchi emasdi. Ammo qizlari dadamni ko'ramiz deya qaysarlik qilishdi. Oxiri Nurjahon olib keldi. Hech nima bo'lmadi qizim. Shunchaki dadangiz ham dam olyapti. Biroz ko'zi og'rigan. Butunlay sog'aydi deya olmaymiz. Ammo endi ko'zlaringiz ko'ra boshlaydi. Bintlar olingan Jamshid ko'zlarini sekin ochdi. Boshida atrof xira ko'rindi va asta-sekin tiniqlasha boshladi. Atrofga qarar ekan, ko'zi Nurjahon va uni qo'lidagi o'g'liga tushdi. O'g'li quyib qo'ygandek Jamshidga o'xshardi. Buni ko'rgan Jamshid ich-ichidan sevindi. O'g'lidan nigohlarini olib Nurjahonga qaradi. Ko'zlari ma'yus, yuzi so'lg'in ayoliga qarar ekan, vijdon atalmish tuyg'u Jamshidni qalbiga mehmon bo'lib kelgandi. Men sababli gul yuzli ayolimni nurli chehrasi so'lg'in bo'ldi. Men sabab ko'zlari ma'yus bo'ldi. Ortiq bunday bo'lmaydi. Allohim menga qilganlarim evaziga sinov berib, anglashimga sababchi qildi. Jamshid bundan buyog'iga ayolingni ko'ngliga qayta yo'l top. Hafta 10 kunda Jamshid shifoxonadan chiqdi. Qishloqqa emas, shahardagi uyiga bordi. Taqdirning bergan sinovlari-yu, azoblariga chidab kelayotgan Nurjahon shahardagi uyiga qaytishni ma'qul ko'rdi. Jamshid shifoxonadan chiqishdan avval uyga borib, hamma joyni tozaladi, tartibladi. Jihozlarni yangilamasa-da, joylarini alishtirdi. Qizlari chizgan bejirim yoqimli suratlarni devorga yildi. Uyi avvalgidan-da anchayin boshqacha bo'lib qoldi. Nurjahon o'tmishini unutish uchun ham uyini jihozlarini joyini almashtirib, uyini boshqacha ko'rinishga keltirgandi. Dadam keldi, dadam keldi. Qizlar darvoza tomon yugurishdi. Hovlida endigina ekkan gullarga suv quyayotgan Nurjahon sekin joyidan turdi-yu, darvoza tarafga qaradi. Jasur olib kelganda akasini shifoxonadan. Onasining gaplari ta'sir qildimi, akasini davolatish uchun harakat qilib, mana shifoxonadan ham o'zi olib kelgandi. Jamshidni uyga qaytgani sababli Marjona va eri, qaynonasi, qaynotasi, Nurjahonni ota-onasi kelishgandi. Mehmonlarni joylashtirgan Nurjahon xonalarga chiqdi. Ro'molini alishtirish uchun shkafni ochdi-yu, orqasidan quchilganini his qilib to'xtadi. Sezdi Jamshidligini. Tez-tez nafas olar ekan indamadi. Xudbin ering seni sog'ingan. Jamshid Nurjahonni o'ziga qaratdi. Mehmonlar yolg'iz qolishdimi? Erini ko'zlariga yaqindan qarar ekan, Nurjahon shunday dedi. Ular ham bilishadi. Er ayolini sog'inganini. Sen ham sog'inibsan. Inkor qilishga shoshilma. Endi gapirmoqchi va erini o'zidan itarmoqchi bo'lgan Nurjahonni qo'yib yubormadi Jamshid. Ko'zlaring
tez-tez nafas olishing, titrayotgan vujuding, nimpushti bo'lgan yuzlaring seni sotib qo'yyapti.